Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun sizlarni sabzini ta'siri haqidagi окопов важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение для фармакологов и врачей 1990-yil 171-bet va boshqa kitobdagi ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirib chiqishga harakat qilamiz. Sabzi xolis o'simliklar hisoblanib, ozuqalik jihatdan foydali hisoblanadi. Mijozi 3-darajadagi issiq, 1-darajadagi ho'l hisoblanadi. Ibn Sino sabzini o'pka kasalliklaridan hisoblanmish bronxit, sil kasalligida ishlatgan. Yana og'riq qoldiruvchi shakkorlikda, buyrak tosh kasalligida, siydik haydovchi sifatida, yana ona sutini ko'paytirish hamda to'yimligini oshirish maqsadida, yana bo'yi o'smagan bolalarga ham tavsiya qilgan. Sabzini kimyoviy tarkibida vitamin B1, B2, B9, qizil sabzida yana qo'shimcha vitamin PP, vitamin E, N, vitamin C, vitamin E, karotin ham bor. Yana fermentlar, aminokislotalar, kletchatka, mikroelementlarni saqlaydi. Birinchi, sabzi tarkibidagi ovqat tolalari, ya'ni kletchatkalar, oshqozon ichak sistemasi, jigar va oshqozon osti bezi, buyrak ishini yaxshilashiga sabab ichakdagi zararli bo'lgan moddalarni o'zi bilan olib chiqib ketadi. Ota-bobomiz erta bahorda qizil sabzini ko'proq iste'mol qilishni tavsiya qilishganini hammaga ma'lum. Ikkinchi, infarkt va ateroskleroz kasalligida yarim piyola sabzi sharbatiga asal qo'shib ichiladi. Yana do'lana ham damlab ichiladi. Uchinchi, mijozga to'g'ri kelsa, prostata bezini kasalligida 5-6 dona sabzi, bir voq petrushkadan salat qilib iste'mol qilinadi. Sabzini bargi qorni pastiga kompress qilib boylanadi. To'rtinchi, sabzi sharbati, ya'ni so'ki oshqozon yarasi, rak kasalligida ishlatiladi. Bu kasallikni davolash paytida shakar va o'zida ko'p kraxmal saqlovchi mahsulotlarni iste'mol qilinmaydi. Misol uchun kartoshka, yana tinchlantiruvchilardan yalpiz damlab ichish kerak. Beshinchi, sabzi xalq tilida aytganda shakkorlikka, ya'ni kechasi ko'rmaslikka davo bo'lishiga sabab tarkibida vitamin A bor. Oltinchi, buyrak va jigardagi dimlanishni yo'qotishga sabab tarkibida kletchatka bor. Jigarda tosh hosil bo'lishini, hosil bo'lgan toshni kattalashishini oldini oladi. Uzoq vaqt iste'mol qilganda ichni suradigan holat kuzatilishi mumkin. Yettinchi, sabzi sharbati yoki o'zini uzoq vaqt iste'mol qilinsa, endokrin sistemasini ishini me'yorga, ya'ni normaga keltirib beradi. Bu ma'lumotlar asosan qizil sabzi to'g'risida aytilgan. Har doim sabzini ovqatga solib iste'mol qilamiz, foydasini bilmaymiz degan o'rinli savol berishadi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar esa xom sabzi, ya'ni pishirilmagan sabzi to'g'risida berilgan ma'lumot hisoblanib, katta kichikligiga qarab bir kunda 1-3 donadan 2-3 mahal iste'mol qilish kerak. Qirg'ichdan o'tkazib yoki to'g'rab iste'mol qilinsa, hazmi oson bo'lib, oshqozonga qattiqlik qilmaydi. Yuqorida berilgan ma'lumotlardan shunday xulosa qilish mumkinki, ovqat bilan tez-tez sirka yoki uqsiz qo'shilmagan sabzi salatini iste'mol qilish foydali bo'ladi. Sirka va uqsiz to'g'risida kanalimizda ma'lumot berilgan, eshitishingiz mumkin. Bir narsani aytmoqchimizki, ba'zi manbalarda termik ishlov berilgan, ya'ni pishirilgan sabzi qondagi qand miqdorini oshirish ehtimoli bor deyilgani uchun qandli diabeti bor insonlar ehtiyot bo'lib, mijozi to'g'ri kelsa iste'mol qilish kerak. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz.
Sabzi to'g'risidagi ma'lumotlarni Akop важнейший отечественный лекарственное растение и их применение. Для farmakologov и врачей 1990 yil 171 bet. Xalmatov, Alimbekova. Основные лекарственные растения Средней Азии. Учебник для farmakologov и врачей 1984 yil 101 bet. Nabiyev, fitoterapiya v bıtu 1994 yil 74 bet. Jami bo'lib 7 ta kitobdan foydalandik.